Kichkina bolalar trenovkasi tugadi, katta bolalar mana futbol o'yinini boshladi. Bu Zaribdor futbol akademiyasining studentlari. Bu yigitlar ertaga Indinga Zaribdor kubogida qatnashadilar. Hozir 8-sinf o'quvchilaridan iborat asosan bu yigitlar. Ikki komandaga bo'linib o'ynashyapti. Jasur 1-1 chiqdi darvozabon bilan. Jamshid darvozada, Jamshid oyog'i bilan qaytarib qoldi. Xatarli vaziyat darvozada. Bu zarba berildi. Gol bo'lmadi. Himoyachilar qaytarib qoldi. Burchakdan to'p tepiladi. Qizg'in o'yin boshlandi. Qiziqarli o'yin boshlandi. Tezroq Jasur, tezroq. Burchakdan to'p tepilayapti. Burchakdan to'p tepilayapti. Jasur yarim balandlikda uzatdi to'pni. Yaxshi to'p uchun olishuv. To'p bilan Valijon pas tashlab berdi. Salohiddin Jasurga pas tashladi. Jasur bu yoqqa uzatdi, lekin to'p yetib kelmadi. Boshi bilan pas berdi. Husanboy to'pni uzatdi. Salohiddinga bordi to'p. To'pni olib qo'ydi hujumchi. Kamoliddin yiqilib xalaqit berdi. Ya'ni sirg'alib borib to'pni tashqariga chiqarib yuborishga harakat qildi, yuborishga. Valijon to'pni qaytarib qoldi. Bergi tomondan borgan futbolchi katta tezlikda Valijonga urildi. Valijon yiqilib tushdi. Muvozanatini saqlay olmadi. Outdan to'p tashlanyapti. Katta tezlikda o'yin davom etyapti. O'yin tempi nihoyatda katta. Yaxshi oldinga uzatildi. Himoyachi to'pni qaytardi. Hasan qarshi chiqyapti, To'lqin qarshi chiqyapti. Himoyachi to'pni qaytardi. Qarshi hujumga o'tishdi. Uzoq masofaga pas berildi. Jasur to'p bilan Jasur to'pni oldirib qo'ydi. Oldin Kamoliddin to'pni olishga harakat qildi. Kamoliddinni Jasur aldab o'tdi. Ikkinchi himoyachi to'pni qaytardi. Tezroq outdan tashanglar. Jasur, outdan tashang. Jasur. Shtraf bo'lyapti. Out. Out. To'lqin borsa yo'ning. Stop. Ruka. Husanboyga ruka bo'ldi. Teptik, cho'zmanglar vaqtni ukalar. Qara Husan. Jo'shqin. To'p To'lqinda. To'lqin Jasurga uzatdi. Bu yoqdan himoyachi yetib kelib to'pni olib qo'ydi. Stop. Jasur, qo'pol o'ynamang. Bo'ldi. Jarima to'pi. Ehtiyot bo'l. Nima qildi? Bo'ldimi? O'tib ketdimi? Havolatib to'p tepildi, bekoriga to'p yo'qoldi. Darvozadan nihoyatda balanddan tepadan ketdi. Hozir bu yerda biz 20 minutdan 2 taym o'ynaydigan bo'ldik. 10 minut tanaffus bo'ladi. Birinchi taym bo'layapti. Tezroq maydonga kiritinglar to'pni. Yaxshi. Pas bilan o'ynashyapti. Kamoliddin himoyaga yetib keldi. Nariyoqqa uzatishdi Jasurga.
To'p Jasurda. Darvozaga chiqarildi. Jamshid darvozabon to'pni ushlab qolib, maydonga tepib berdi. Katta tezlikda borgan futbolchi to'pni yo'qotdi. Natijasi tepdi. Tezroq tashlanglar maydonga, tezroq tushiringlar to'pni maydonga. Yetib kelmaydi, borki bu to'p. Boshqang, tep boshqang. To'p bilan To'lqin, oldida Husanboy. To'lqin Valijonga pas berdi. Valijon Jasurga uzatdi. Kamoliddin to'pni qaytardi. To'lqin to'pni partneriga uzatdi. 1-1 gol. Jasur gol urdi. Olib kelinglar, maydonni markaziga olib kelinglar. 1-0, hisob 1-0. Yaxshi o'yin bo'layapti, qiziqarli o'yin bo'layapti.